Mana bloka qilib oldik. Bizda yoqamizni ustida bo'ladi. Yoqa mana bundoq qayladi. Yoqamizni chiroyli yotish uchun mashitni o'ziga ozgina pasatga berishimiz kerak bo'ladi. Pasatga bersa, yoqamiz chiroyli yotadi. Yoqa ulanadigan joyimiz bor bu yerda. Yoqani kiyotgan joyimiz bor. Shu yerdan tikib chiqaman. 1 santimetrda tikib olib kelaman. Mana o'zi ozgina ortiqchasi bor. Shu ortiqchani kesib tashlamaymiz. Mana shu burchagini o'ziga olib kelishimiz kerak bo'ladi pasatka qilib. Mana pasatkasini mana tushirib olman. Mana ozgina mana bor. Shunaqa bo'lish kerak. Ortiqcha ekan deb kesib tashlamaymiz mana. Bu yerda ham mana ozgina pasatka chiqadi. Shu pasatkani mana shu yoqamiz ulanadigan joygacha, burchakgacha olib kelib yedirib olamiz. 1 santimetrda tikilsa, 1 santimetrda tikib qo'lchoq qilib olish kerak. Mana pasatkamiz. Bo'ldi, bu tikib kelinadi. Dazmollanganda mana yoqamiz yotyapti. Yoqa yotganda mana dumaloq chiroyli bo'lib yoki yotib ag'dariladi.